Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammanglarni katta videoda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi ishimiz zo'r ish bo'ladi. Katta lyustrali, bir-biridan bunaqa konfetkan shifonli variantlarni yasatamiz. Kelinimizning uylari to'yonaka kutib olishga chiroyli qilib yasatib berishimiz kerak. Qiziq bo'ladigan bo'lsa kuzatamiz, qanaqa chiqarini ko'rib olasiz. Kelinglar, sizlar bilan bittalab hamma narsani ko'rsatib, tushuntirib va video davomida hammasini ko'rsatib boraman. Xullas, bu yog'iga changam chaqirishni boshladik. Changamga narsalarni solib olib keladigan bo'lamiz. Chunki bitta damas o'ziga sig'maydi shuncha katta ishimiz. Ko'ryapsizlar, podyezd bizani qo'shnimiz bo'ladi. Mana to'g'rimizda, ro'paramizda domni qo'shnimizni podyezdini yasatib berishimiz kerak. Qo'shni bo'lgandan keyin yaxshilab chiroyli qilib, yuzimiz yorug' qilib yasatib berishimiz kerak. Mana shu taxtalarni ko'ryapsizlar, hammasi ishlatiladi. Shu taxtalarning hammasini ishlatamiz. Fermalardan 6 ta 4 metr, 4 ta dona 3 metr ferma ketadi 10 metrlikka razmerimizga. Mana shu fermalar hammasini ishlatib, chetlarni ham taxtalashimiz kerak bo'ladi. Mana bu bo'lsa oyoqlari 5 metrgacha ham ko'tariladigan oyoqlar. Uchtali va albatta lapalar. Sizlarga shu lapalarni ham ko'rsatib o'tayim. Mana shu lapalarning og'irligi juda ham katta ahamiyatga ega. Sizlarning mana shu lapanglar juda ham og'ir bo'lishi kerak. Og'ir lapa qo'ysanglar, uncha-munchaga yiqilavermaydi. Xullas, sumkalarda gullar, uzunchoq vazalarimiz va mana shu podyezdga to'rtburchak arka qo'yamiz. Katta lyustralar mana shunaqa pastelliga o'rab olib yuraman. Albatta kapalning oyoqlari stoyga kerak bo'ladi. Buni hali ishlar jarayonini ko'rib olasizlar va oyoq mana shunaqa qalin oyoqlarni ham stoykalarga, arkalarga ishlatamiz, gilam va ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib fermani taxlab olishadi. Fermani taxlab olgandan keyin razmerini qayerga qo'yish kerakligini bilib olamiz. O'sha joyga, kerakli joyga keyin surib olamiz. Oldinroqqa chiqarishimiz kerak bo'ladi. Orqada chunki sahna bo'ladi. Sahnaga joy qoldirishimiz kerak. Xullas, birinchi bo'lib patologga qilingandan keyin uni ustidan dekorli shifonlarimizni tortib, yaxshilab qo'yib qolamiz. Oldini ko'ryapsizlar, detalini chiroyli qilganman, boshqacha qilganman. Uni oldindan zagotovka qilib olganman. Olib borib prosta ilib qo'yilsa bo'ldi. Chetlariga bo'lsa gullarni ilamiz. Lyustraning chetlariga bo'lsa barg va chiroyli sprey gullarimizdan ilib chiqamiz. Mana shu lyustra juda ham chiroyli ocha beradi ishimizni va qimmat holatga chiqib yurishimizga sababchi ham. Mana shu lyustrali variantlarni, katta lyustrali variantlarni hech qachon arzonga chiqmaydi. Qimmat-qimmatga qilib yasatib bersanglar bo'ladi. Albatta naqshlarimizni ilamiz. Naqshlarimiz ham o'zgacha did va ko'rk berib turadigan narsa. Xullas, hozir narxi oshibdi. Shu naqshlarning narxi hozirgi paytda 50 mingga 60 ming. 60 minglik uzunchoqsi, 50 ming dumaloqsi. Keyingi variantni ko'rayotgan bo'lsanglar, vazalarimga o'sha boshqacha gullar olganman. Albatta, o'sha yashil, pistashki ranglarni ham qo'shib, bir-biriga sachratsa qolishimiz kerak. Uzunchoq vazamizdagi gullar bilan mana shu vazamizdagi gullar hammasi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Albatta, arkani ham va o'sha katta arkamizning ham gullar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Rezultatni ko'rasizlar, baho berish sizlarga. Like va podpiska bosib qo'yishni ham unutmanglar.